Шағымыз, студенттік кезіміз, барлығы өте тамаша болды. Соның ары қарай жалғастырған біздің Матлюба ханымызға өте ризамын. Бізді Жызақтан да іздеген, консулстардан да қоймаған, әйтеуір Астананың шетінен де тауып алды, Жамалды Чимкенттен тауып алды. Міне ең соңғы біздің Самурамызды Түлкібастан тауып келіп отыр. Осындай тамаша, жүрегі таза, шаршамайтын, әрдайым күліп, қуанышпен гене бізді қарсылатын Матлюбаға өте ризамын. Және де бүгінгі осы кешті организовать еткен қыздарға, ұлдарға, барлықтарына рахмет айтамын. Және аман есен жүрулеріңді тілеймін. Өте көп рахмет сіздерге. Мен де қуаныштымын. Сонау жерден келсем де, сендерді көргеніме қуанып, бұрынғы жастық шағымды елестетіп жатырмын. Өте қуаныштымын. Сендерге рахмет, көп өстіп, барлық уақытта деніміз сау болып, жүзіміз жарқын болып, ешқашан бір-бірімізді жоғалтпайық. Ең ақырғы күндерімізге шейін рахмет. Матлюба саған өте рахмет. Келші бері. Құшақтап алайын. Үлбеге katta rahmat, albatta, nima deydi, mehr chegara bilmaydi. Shunday bo'lgandan keyin mehr tortadimi, demak kelaveradi. Albatta Qozog'istondan, Qirg'izistondan kelolmagan va boshqa joylardan kelolmagan kursdoshlarimizni keyingi safar biz kutib qolamiz. Va bugun men juda ham xursandman. Nimaga? Samurani 45 yilda topdik. 45 yilda. Endi topishimiz ham juda ham qiziq bo'ldi. Men o'sha Qirg'izistonni haqiqatan ham elchixonalari ham qolmadi, viloyat ta'lim markazlari ham qolmadi va keyin Facebook orqali Matluba Karimova degan qizimiz orqali topasan dedim. Mana shunaqangi bir qiz bor, nemis tili fakultetini tugatgan dedim. Baxtli qaranglarki, bularning qizini tanir ekan. Va keyin sirazi mana shunaqa ekan dedi. Va buni orasida Qoraqalpog'istondan Shukurjon adashmasam Samura bo'lsa kerak, mana shu akamni borib nima qildi, shular dedi. Shundan keyin men bulardan aniq adresini oldimda yana Qozog'istonga telefon qilib, ulardan iltimos qildim, aniqlang, agar haqiqatda shular bo'lsa, demak bizning kursdoshimiz. Albatta oldingi yilda bularda ham ozgina tashvish ishlar bo'lib kela olmadi va bugun xush kelibsiz deymiz. Marhamat, dilingizdagi barcha tilaklarni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Aziz kursdoshlar, yana mehmonlarimiz ham bor ekan, mehmonlar. Xush kelibsizlar hammanglar. Matluba aytmoqchi, haqiqatan shuncha yil, 45 yil o'tib ketibdi mana. Xuddi kechaga yurgandaymiz, lekin hisoblasak 45 yil. Alisher aytmoqchi, maktabni bitirganiga 50 yil bo'ldi mana. Umr daryo ekan, o'tib ketar ekan, orqaga qaytmas ekan. Mana studentligimiz ham qancha xohlasak ham, qancha harakat qilsak ham, oyoq og'irjon aytmoqchi, endi ishimizni ham ko'rmaymiz studentlikni dedi. Xuddi shunaqa. Mayli, bunisiga shukr, shuncha yillardan keyin mana shunday kursdoshlarim bilan uchrashganimga, o'zimga nima deydi, quvonchim juda ham osmon barobar bo'lib ketdi. Birinchi navbatda Matluba xonga rahmat. Lekin o'zim kelmagan bilan baribir kuzatib yurdim. Qizim orqali ularni qayerda, qanday uchrashganlarini. Lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra shu bu yil kelishga nasib qildi Allohim. Bunisiga ham shukr qilaman. Shukrlar bo'lsin. Bundan keyin har doim davramiz mana shunday kamaymasin, xato ketmasin qatorimizda. Har doim mana shunday uchrashishlarni hammamizga nasib qilsin. Tani sog'lik bo'lsin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Boshqa davlatlarda ekanman, Eron boshqa davlatlarda bo'layotgan tashvishlar bizlarning boshimizga kelib tushmasin. Har doim bola chaqamiz bilan, qarindosh urug'larimiz bilan, yaqinlarimiz bilan birgalikda, tinchlikda, xotirjamlikda bo'lishni nasib qilsin. Har doim yaxshiliklarda mana shunday dasturxonlar atrofida kulib, o'ynab yurishni nasib etsin Allohim. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
yana mana shunday uchrashishlar hammamizga nasib bo'lsin. Sog' omon bo'linglar. Katta rahmat. Bundan keyingi uchrashuvlarimizda albatta safimiz yanada ko'payadi. Men bitta kichkina narsani aytmoqchiman. Samura bilan yonma-yonxonada turardik, yotoqxonada. Bir kun bular chiqdida kosa bering deyapti. Kosa bering desa, men o'zimizga ovqat ichadigan kosani olib chiqsam, yo'q deydi. Yana boshqa narsalar olib chiqsam, yo'q. Nimani so'rayapsiz desam, u piyolani so'rayotgan ekan. Ularda kosa der ekan. Eslaysizmi yo'qmi? Kosa siz emasmi deysiz? Demak, adashgan bo'lsam ham, lekin shu qozog'istonlik bir qizimizda shunaqa bo'lgan edi. Hammaga yaxshi kayfiyat, endi bitta yaxshi qo'shiq qo'yib berasiz, turganlar so'zini amalda isbotlab, bitta raqs tushib keyin o'tirishinglar mumkin. Qochib ketish yo'q. Alisher, Mavlon, ya beru tanishib ko'ramiz qizlarimiz. Uzbek music, Uzbek girls singing Uzbek songs, and it was a great time I had in Hawaii. Then when I come here last 2 months ago, I came to Uzbekistan in February 4th. I'm working right now with the preschool here in Uzbekistan, Ministry of Preschool, and I met Sher Ali, Mr. Sher Ali, our vice director at the school, and I started learning Uzbek language. He had taught me a few expressions, Rahmat, Katta Rahmat, and then I explored Uzbekistan. I went to Bukhara and I went to Samarkand, and I witnessed great love and affection Uzbek people have for the guests. For 2 days I'm with you all. It has been a great time. You have treated me really well, and I can't express this in words. It's a great feeling I had for the Uzbek culture and Uzbek people. I enjoyed it. Thank you so much, Rahmat. Great Rahmat for all of you. I wish all of you happy life, and I wish all of you a long, healthy life. And I wish you all live long, and we will have a similar party next year when somewhere, like I heard that you have this party almost every year. And this year it's happened that it is in Tashkent. So the people of Tashkent are hosting everyone.
So I would love to join you next year as well, inshallah. So thank you so much, and Rahmat, for giving me an opportunity to express my love and thanks to you. Rahmat. Keyingi so'zni rahmat sizga kattakon, ketib qolmang, birga raqsga tushamiz hali. Demak, shunaqa davom ettiramiz. Janob oilalarimiz juda yaxshi gap gapirdi. Bizni xalqimiz, millatimiz haqida, uning urf-odatlari, go'zal tog'lari, osmono'par binolari. Hozir bu kishi janob Sherali akamiz bilan birga ishlayotganligi haqida gapirdi. Bizning mamlakatimizda bo'lib, o'rta maktabda o'quvchilarga ingliz tilida saboq berayotganini, Sherali aka bilan hamkorlikda ish olib berayotganini gapirib o'tdi. Va bizning xalqimizga ko'p joylarda bo'lib, bunday xalq yer yuzida, kura zaminda kam topiladi deb aytdi. Thank you very much. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Aziz uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Sizlarni ko'rib, yana bir bor ko'rib juda xursand bo'ldik. Davramiz juda yaxshi o'tyapti. Bir yil juda qisqa vaqt, uzoq unda ko'ringanimiz bilan juda uzoq vaqt, lekin qisqa vaqt o'tib ketdi. Shu orzum shuki, kelasi yillarda ham yaxshi shunday uchrashuvlarda bo'lib, saflarimizda xatoliklar bo'lmasin, shuni yaratgandan so'raymiz. Tinchlik, omonlik bo'lsin, zaminimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, hayotimiz obro'ron bo'lsin. Ishonganlarimiz, suyanganlarimiz, shu o'g'il qizlarimiz ham insofli, diyonatli bo'lsin. Yurtga, elga, yurtga xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lsin. Qorilar bo'lsin, qoriyalar bo'lsin, Allohim. Hammaga shu narsani niyat qilaman, shu narsani tilayman. Rahmat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli va aziz kursdoshlarim. Sog' omonmisizlar hammalaringiz. O'yinchilar, hammasi sog' salomatmi? Sizlarni ko'rib turganimdan behad xursandman. Har yil sizlarni ko'rganimda 20 yil, 25 yilga yana yasharaman. Yana keyingi yilgi uchrashuvni orzu qilib kutaman. Har doim sizlarni mehr muhabbatlaringizga zo'r bizlar. Bilib qo'yinglar. Hamma vaqt ko'rishdi, 85 yoshgacha yo'g'irgan bilan. Shungacha ko'rishib tursak, juda ham a'lo bo'lardi. O'shangacha hamma sog' salomat, omon inson, hamma kelsin, hamma qatorimizdan hech kim kam bo'lmasin. Sog' bo'linglar, ilohigina har doim mana shunday kelib turinglar. Bir-birimizni ko'rib, bir-birimizdan energiya olamiz. Mana bu davralarning tashkilotchisi aziz kursdoshimiz, guruhdoshim Majidxonga behad minnatdorchilik bildiraman. Bu biz bolalarimiz Iktamxon, Hilolaxon, Zumradxon, Shahodatxonlar ham sog' salomat bo'lsinlar. Yana eslamagan bo'lsin boshqalar ham. Ilohiy umrlari uzun bo'lsin. Shuncha kechadan beri yugurib, yelib, xizmat qilib bizga charchamayaptilar. Rahmat sizlarga, aziz kursdoshlarim. Hech qachon uchrashuvdan qolmanglar. Men sizlarga aytayotganim birinchi taklifim shu. Har qanday holatda shu ayollaring yurib tursa, nafas olib tursanglar, albatta yetib kelinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilohiy umrlaring uzun, rizqlaring butun bo'lsin. Bilasizlarmi, avvalo rahmat, nima uchun mana shu 3-etajni tanladik? Har safar aytsam, qaraysanmi o'zi yo'qmi deb. Mendaqa yosharish uchun 3-etajni tanladim. Mana chiqishda yoshardinglar, qaytishda yana yosharasizlar. Ilohiy mana shunaqa yosh bo'lib yuraveraylik. Endi esa hammangiz bilasiz, har yili an'anaga ko'ra respublikamizning qaysidir viloyatida mana shunday uchrashuv o'tkazamiz. Bu yilgi uchrashuvimiz Toshkent viloyatida bo'lgan bo'lsa, keyingi uchrashuvimizni bizga Qoraqalpog'iston va Xorazm taklif qilishyapti. Shuning uchun ham bularga so'z beramiz. Borolmayman degan gap yo'q. Xohlasanglar avtobus, xohlasanglar samolyot, xohlasanglar vertolyot zakaz qilamiz, boramiz. Demak, Qoraqalpog'istonlik bizni kursdoshlarimizga so'z beramiz. Baxtni qarangki, mana Hindistondan kelibdilar. Ajabmas, bitta uchrashuvimiz Hindistonda bo'lsa nima dedingiz? Bo'ladi-a? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz kursdoshlar. Mana kechadan beri hammamiz birgalikda yuribmiz, juda xursandmiz hammamizga. Hammamizning oilangizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, nevaralarda, chevaralarda katta qilishda hech qachon charchamanglar. Mana har yil shu bizlar kelamiz, har yil ham taklif qilamiz. Xudo xolasa endi kelib bizlar Qoraqalpog'istonga borsangizlar, orqayin poyezdda, avtobusda, Manqub degan joyga boradi. Poyezdga borsangizlar, Nukusga, Urganchga tushib borasiz.